Mulazim, siz boyu igizirek, çeçini tügü olgan bir ayalını gördünüz mü? Yok. Mayli. Sen ulanı edip uyağı bağın. Qağala memlemeyin Allah. Mayli. Eng nadir, eng yeni, süzüklük yuqur bo'lgan filmlar Salkin Süzük film munbirda. Tor bekat adresimiz www.chekit.com. Birinci numar, biz kemini bir qura axtırıp çıktık. Onu paqatla tapamadık. Onu birisi tutup ketdi mu qandaq? O paraxot içide ba. Ha? Ehtimallık bayanan hemmisini izlep çıktık. Ha, sizlar qaytib aramaylar. Ha? Aramalamdık. Joya çinço. Men ba, bağın. Ha. Asli kelmasliginiz kerakdi. Kelgankan siz. Yoshirnimamay, o'zingizni oshkorlang. Bu yoqqa chiqing. Paraxotga chiqishdagi maqsadingiz vazifa o'rinlash uchun emasdi. Bu sizning qanday tushunishingizga bog'liq. Men ishkanligimni qanday bildingiz? Javyachining uydagi oyoq izidan sizning kelganligingizni bilgandim. Oyoq izi? Ayolchi o'tikning izi qapti ekan. Javyachim bundaq o'tik kelmaydi. Siz men uchratgan eng aqlli odam. Ko'pincha odamlar shundaq deydi. Bilamsiz. Bugun men bak kelib ketdim. Hamda mo'kishmak o'ynaydigan faqat tavim yo'q. Javyachincho. O mushu paraxotda. Buni bilaman. Siz bunda qilib nimani isbotlamoqchi? Siz chintan emas. Zhao Yaqing,
Чыңтаң өліп кетті, dedi. Undaqda o'tek hayotgan o. O yana sizni kompartiya dedi. Siz kompartiya. Shundaqmi? Mən sizdən cavab qaytırışınızı saxlavatdımən. Nim dediniz? Mən ingilisini biləmən dedim. Siz biləmsiz. Bu nimeni ispatlab beradi? Bu o'yinlaringizni xo'jayin o'rlashtirib berganmi? Yo, ishki dunyolaringizni bilib qolganim uchun mendan qisos ilyapsiz. Bu ikkisining nima farqi bo'lsin? Agar xo'jayin ko'rsatma berib, meni yana bir qatim sinab boqmoqchi bo'lsa, buning uchun badal to'lashingiz kerak. O, qani anglab baqay. Bilamsiz. Bugun men ko'ngilsiz ishlarga pek ko'p uchrab ketdim. Yana ruhiy kayfiyatimmi yaxshi emas. Aslida men bu vaqtda yaxshi aramasam bo'ladi. Suv ichib, kitob ko'rib, qonig'idek uxlashim kerakdi. Lekin siz hozir meni bu yerda urushga qistavyapsiz. Bu men qiziqarli tuyulmaydi. Agar men bu ishni tushuntirib qo'ymasangiz, qanda? bundan foydalanib nafas yo'lingizni uzaytiraman. Agar sizga o'ch oldim deb aytsam, unda qanday qilasiz? Agar bundoq yeri bo'lsa, sizni to'g'ri tushunaman. Odam o'zi qilgan ishlar uchun tushuncha beralaydi. Siz mening nafas yo'limni rostdan kesib tashlamoqchimi? Men gapni bir qatimli qilaman. Obdan alam. Siz meni qiynavyapsiz. Bu so'zni men qilsam to'g'ri bo'ladi. Men bu yerdan bir ahmoqqa kalloning qitig'ini ko'rib qolasan degan. U ko'di. Joya Jinchu. O öldü. Undaqda sizmi o'lishingiz kerak.
uchun shundoq muhimmi? Albatta. Intayin muhim. Qani ko'rib baqay. Onundan ayrılıp qalsanız, qandaq halga tushib qalsizkin? Sizningcha men qanday holga tushib qolaman? Meni o'ldirib etasiz. Albatta undaq emas. Texi bayılı shundoq dedingiz. O o'lsa, menmi o'laman? Sizni xo'jayiningiz o'ldirib etdi. Ha? Neymişqa? Siz o bürkütü planını bilemsiz. Albatta. Mavrun fın idara başlığının yolga chiqishdan ilgari qoldirib qo'ygan maxfiy harakat plani. O planning tafsili mazmuni nima? Faqat cho'ngching bilan munosabatlik bo'lgan cho'ng turkumdagi qaslab o'ldirish va portlash delosi ekanligini bilaman. Qolgan taraflarini bilmaydi ekanman. Buning Jo'yoching bilan ne munosabati bor? Jo'yochin bu planni tuzib chiqadigan eng muhim shaxs. Ha? Mana bu uning men uchun eng muhim bo'lgan tarafi. Siz faqat plan uchunmi? Shundaq. Biroq men siz va Jo'yochinga faqat qiziqmayman. Sizga bir tarafini aytib beray. Agar ishkinglardan birsinglarni oshni tutmoqchi bo'lgan bo'lsam, sizni tanlagan bo'lardim. Qila olamsiz? Yo'q. Neymişqa? Chunki bayatman deb qo'ydim. Men ishkinglarga faqat qiziqmayman. Bayatın Jo'yochining hujrasiga kirganimda hujra ichi intayin ratlik bo'lganligi uchun bir iz tepish mumkin bo'lmay qoldi. Biroq mening odamlarim paraxotning bulum pushqigacha aqtirib Jo'yochinni topolmaganligini aytdi. Undaqda o'zadi qayerda? Aytdim-ku. O o'ldi. O albatta o'lmadi. Shundaqmi? Undaqda uni izlab topamsiz? Men mundaq bir gapga ishonaman. Eng xatarli joy eng bexatar. O mushu shkafning ishiga yoshirib qo'yinglar. Jim tur. Bomuz o'q chiqib ketadi. Kallangdan gum. O'q teshib o'tmasin. Nima desam bo'la? Bu o'chilish bo'lsa, sen bu o'yin ichidagi eng razil, eng shaxsiyatchi odam bo'lasan. Agar bu sinaq bo'lsa, buning uchun badal to'laysizlar. Ayta. Qisos elishmi yoki sinab beqishmi? Qisos elish. Aldayapsan. Yo'q. Yo'q. Rost dedim. Yushan qisos olaman degan. Shunga xo'jayinga telegraf aytib, sizni kompartiya a'zosikan deb ma'lum qilgan. Yushanning buni isbotlashga amali borligini aytdi.
Şuna, hocayın bizge buyruk düşürgen. Mana şundaq. Mondaqda. Onun gapini anglamang. O yolg'on etdi, yolg'on etdi. Yuşa, sen... Men asaldan xo'jayinga telegraf avatmadim. İkkinlarning biringlar hayot qilishinglar kerak. O'zinglar tanlanglar. Qiynatmamsiz. Uni o'ldirib eting. U men uchun o'lishga rozi. Shundaqmi? Qaymoq. Bechora yigit. Jiningiz tumshuqingizga kelib qolgandan keyin sizga rost gapni qilay. Men azaldan sizni yaxshi ko'rib boqmagan. Bo'ldi. Men mangsam bo'la? Bo'ladi. Qani ota. Bechora. Ahmoqona muhabbatning oqibati shunday bo'ladi. Tura. Sen meni öldürmezsen. Men qandaqmi o'z odamlarimga o'q chiqaray. Mening bunday qilishim faqat u ayolning abdi bashirisini sening oldingda oshkorlash. U erlarni ahmoq qilsa, ko'ngli xush bo'ladigan ayol. Biroq sen bechora u ahmoq tashlayotgan bir o'yinchi xolos. Uning ko'nglida faqat o'zila eng muhim. Shu sababdan u boyisini setib-atdi. Buning uchun g'alatilik his qilma. Ketgin. Çam kumandan. Ameliyatda siz degan bu gaplarni men burunli biletdim. Balki men uning xulqlariga mabdum bo'lgan o'xshayman. Uni haqiqiy yaxshi ko'ratdim. Hamma ishlar mushayat tugusin. Rahmat sizga. O'laylab qoldim. Keling. Hech yo'mag'andi. Bugun o'yinning qiziqi chiqdi. Yaxshi o'yinlar kayni-kayindan qo'yildi. Suiqasdmi, muhabbatmi bor? Rostila cho'chaklardagi hikoyalardek. Bayali Yushamini sizni setib-atdi dedi. Siz ishonmagansiz. Albatta ishonmayman-da. Uning bu qiltiqi meni hargiz aldab bo'lmaydi. Bu ayol bek zaharxand ekan. Boya ishkabning ichida uning gapini anglab bek achchig'im keldi. Uning gapiga ishonmagansiz. Uningdan
bir og'iz gap so'rag'anim esingizdami? To'g'ri, esimda. Agar siz men xoinlik qilgan bo'lsangiz, mening sizdan inglizcha o'rganganimni cho'qim degan bo'lardingiz. Biroq uning javobi hammani isbotlab berdi. Uning bu ishlarni tushunmaydiganligi, meni aldiganligi, shuning bilan men qarorimning to'g'riligini his qildim. Bak aqlli ekansiz. Yochin, kechiring. Biz bek bexastalik qildik. Men sizdan og'rinmadim. Xotirjam bo'ling. Bunda ishlar endi hargiz yuz bermaydi. Nima bo'ldi? Hech nima. Ko'nglim yerim bo'lib qoldi. Sal turib o'ngishtab qolaman. Qaytib ketay. Ma'qul. Men sizning ko'nglingizni hech qanaqa ahamiyatga ega emasman. Nima? Siz Liyuşen'ga aytgan so'zim uchun demoqchimi? Yochin, siz nimishqa bunda qalaymiqan o'ylaydigansiz? Liyuşen'da ruhiy kasal bor. Uni ayt shaxsiyatchi ayol. Bayatdan qahvalda men undaq demay amal yo'q. Shundaq deyishdan maqsad uning tasalli berib, fursat tepib, sizni qutqizib chiqish edi. Tushunaman, hammani tushunaman. Menga yaxshi bo'lsin deb shundaq dedingiz, men tushunaman. Biroq nima ish qilgan? Yuragim pichoq tilgandek og'rib ketyapti. Sizning boshqa gapni qilishingizni umid qilardim. Hech bo'lmaganda ular meni o'ldirayotgan bo'lsa-mu, shunda xo'shal ketgan bo'lardim. Yochin, ularning hammasi amalsizlikdan deyilgan gaplar. Men chin ko'nglimdan demadim. Bo'ldi, tasalli berma. Ba'zi vaqtda tasalli eng cho'ng azob qisib qo'yadi. Men ayol kishi. Liyushenning sizni qanchalik yaxshi ko'rganligini bilaman. Bo'lmasa u qisos ilish uchun bundaq cho'ng badal to'lamagan bo'ladi. Agar buni muhabbat hisoblasak, bu muhabbat bakmi qo'rqinchli ekan. Liyushen faqat birla odamni yaxshi ko'rdi. U bo'lsin o'zi. Siz nimishqa doim ko'nglingizga gaplarni qilishni xohlamaysiz. Bunda qilsangiz azoblanmamsiz. Amaliyotda sizmi uni yaxshi ko'rsiz. Biroq u tikini ba attirgul. Uniga tegishga bo'lmaydi xolos. Eng nadir, eng yangi, süzüklük yuqur bo'lgan filmlar Salkin Süzük film munbirda. Tor bekat adresimiz www.chekit.com. Qanda, uxlayolmadingizmi? Men uxlayolmadim. Chiqib oyimni kiray dedim. Yana mendan xafa o'xshamamsiz. Men xaymani qo'yayotganingizga rahmat. U siz uchun muhimmi? Albatta undaq emas. Undaqdan nimaga rahmat deysiz? Kundashlik qilyapsiz. Siz uchun. Undaq emasmi? Men xayma sizni yaxshi ko'rdi. Uningga yaxshiroq muomala qiling. Bu sizning haqiqiy sezingizmi? Albatta. Men azaldan sizdek odamni ko'rib baxmagan.
Rost gapni qilsam, sizga qo'l qo'ydi. Nimaga qo'l qo'ydingiz? Sizning qarmoqingizga ilinmagan tursa. Biroq men voz kechmayman. Men sizdan kechirim so'rayman. Bugun kechlik ish uchunmi? Shundoq. Men ba'zi vaqtlarda o'zimni bosamayman. Noto'g'ri ishlarni qilib solaman. Biroq dushmaningizga aylanib qolg'im yo'q. Deganlaringizning rost bo'lishini umid qilaman. Barliq ko'ngilsizliklarni bugun kech bu yerda unutib ketaylik. Hozirdan boshlab biz do'st. Bilamsiz, xo'jayin bizga ishonmaydi. Bu 3 qitimli qiltaqni sizni sinash uchun o'rinlashtirgan. Bugun yuk saqlash ambarida yo'liqdingiz. Yana bir turkum odamlar bor. Ular Xongshuar bilan bo'shurdi. Ha. Nimishqa? Tafsiliy ahvolni bizmi ancha aniq bilmaymiz. Xo'jayindan anglashimizcha, siz kompartiya tavalligida turibsiz. Shu sababdan sizni ko'plab sinamoqchi. Salohiyatingizni hukm qilgandan keyin siz bilan ko'rishmoqchi. Biroq mening bilishimcha, bugun kechdan boshlab endi sizni sinaydigan ishlar tugadi. Shundayman. Bir necha kundan beri beshimga nurg'un kulfatlar keldi. Aslida u men qurgan qiltaq endi. Rostilla qamlashmagan. Men Chingtang maxfiy organning mayor general tursa, yenimda Zongsay va Mao idora boshlig'ining o'z qo'li bilan yozgan xat tursa, Mao ishonmabdi-da. Arqa-arqadan sinoq ep berishi haddidan eshib ketdi. Uning maqsadi davlat bexatarlik saqlash idorasini o'z qo'liga olish. Astroq gap qiling. Bo'ldi. Xapoma. Hamma ishlar o'tib ketdi. Haqiqiy ahvolni deganingiz uchun rahmat sizga. Xo'jayin, bu ahvollarni sizga aytganimni bilsa, meni hargiz boshqa yo'latmaydi. Xotirjam bo'ling. Yepib qazon, yepib pat qiladi. Rahmat sizga. Yasalmalik qilma. Bularning hammasini rost bo'lib qolgan. Bo'ldi. Men qaytdim. Esingizda bo'lsin. Sizdan voz kechmayman. Dibash qarindoshligimiz deyman. Boshliq, yarasti ishlar uyushmasidagi yo'ldosh Vuyusha keldi. Xo'p. Yo'ldosh Vuyusha, yaxshimisiz? Loli, yaxshi turibsizmi? Qandayroq? 5-nomerdan xabar kelgan o'xshamamdi. Shundoq. Tunugun kech 5-nomer xabar yetkazdi. Uning deyishicha, dushman tarafning ichki qismini tozalash harakati besiqib qapti. Endi u burunqi usulimiz bilan bizga davomli xabar yetkazmoqchi. Dushman 5-nomerni tekshirish harakatini to'xtatibdimi? Shundoq. Loli. Bu dushmanning qiltiq emas-ku, ha? Orqaga tushmagandi. 5-nomer yana nima dedi? 5-nomer uchurida u bürküt planını tilgaptı. Qani tez ayting. 5-nomerning aytishicha, barliq u bürküt planını Zhang Jieshi va Ma Runfeng o'z qo'li bilan yozgan xatni tasdiqlab bergan ekan. Chongqingdagi bir qism muhim rahbar va nurg'un harbiy amaldorlar shundaqla puhrolarni ko'z tutib, ularni birla vaqtda qaslab o'ldirish va portlatib o'ldirish harakati ekan. Planning tafsiliy ahvoli va mazmuni faqat xo'jayin birla odam biladi ekan. Mundaqda dushmanning burunla suiqasdi bor ekanda. Shundoq. Loli. Ustimizdagi vazifa behmu ig'ir.
Növbətdəki əhvaldan qaraganda, bu o bürkütü planının təfsili əhvalını biliş üçün çoxum ularning katviçi bo'lgan xo'jayini tutishimiz kerak. Uni tutsaqla, planning təfsili məzmuniga erişərishimiz mümkün emas. Şuna Chongqingdagi yoshirinib yotgan jasuslarni bir yo'lda tutish uchun to'rni keng yeyishimiz kerak. To'g'ri dedingiz. To'g'ri. 5-numar uchurda Juntongning mayor generali Chingtang bugun Chongqingga yetib kelganligini aytibdi. Shundoq. Men mo 1-numarining telegrafini topshirib oldim. Dushmanning tekshirishni to'xtatishi Chingtangning Chongqingga kelishi bilan munosabatli deb qarayman. Nimishqa? Chingtang kasila Şapıngbada yığın zaldaki qaslab o'ldirish planida taraqqiyot bo'ladi. Meningcha ular bu planni tuzish bilan avvar bo'lmoqda. Shu sababdan 5-numarni tekshirish planini vaqtli to'xtatib turadigan gap. To'g'ri dedingiz. Loli, bo'ron chapqon 1-numar bu yerga yetib kelsa, sizning yana qanday planlaringiz bor? 5-numar bilan bo'ron chapqon 1-numar tez suratda bir-biri bilan aloqalashsin. Ikkalar maxfiy hamkorlashib, dushmanning qaslash planini buzib tashlab, xo'jayini tutib chiqish kerak. Shundaqla bir vaqtda Chongqingdagi yoshirin guruhlarni tadbiqsiz yo'qotish kerak. Ma'qul. Loli, mundaq bo'lsin. Birlashma boshqarma bilan ishchilar uyushimiz bir kichik guruh tashkillab, siz guruhga boshlamchilik qilib, hammamiz birlikda harakatni boshlaylik. Qandaq? Yo'ldosh Yusha, gapimiz bir yerdan chiqdi. Siz degandek qilaylik. Bu guruhning maxfiy nomi bo'ron chapqon bo'lsin. Men guruh boshliq bo'lay. Siz muavin guruh boshliq. Shundaqla tajribasi mo'l bo'lgan yo'ldoshlardan bir nechini yig'ib, xizmatimizga hamkorlashtiraylik. Nayt yaxshi bo'ldi. Ishni kechiktirmay, hozirlik tayyorlik qilay. Ma'qul. Birinci numar. Aldığımızga chiqadigan odam keldimi qandaq? Yo'qdiki, ko'pchilik savarchanlik bilan saqlasin. Xo'p. Bugundan boshlab Gotiyadan javyachining bexatarligiga mas'ul bo'lsin. Chongqingdagi bu qalaymiqon pristonda ahvol nihoyat murakkab. Tasodifiylik har vaqt yuz berishi mumkin. Tushundim. Efendim, bu qog'ozni bir xonim avatdi. Rahmat. Kepto. Sen bu şeyi saqlab tur. Ben üstüge chiqib qarab baqay. Please, sir, are you along here? Kechiring xon qiz. Gapingizni tushunamadim. Albatta. Bu degan ommaviy so'rin. Efendim, nimish paraxutdan tushmaysiz? Xon qiz, sizmi shugu? Are you going to see the boss, sir? Dedim-go, gapingizni tushunmadim deb. Taught by Americans for 2 years. You don't understand English. Sorry, I took it back. Xon qiz. Yana bir ishingiz bor. This time you must understand. Yes, very clearly. As the order of my boss, I came to meet Officer Chen. We're beating about the bush instead of contact me directly. Want to see if a man treated by United States can speak English, right? Don't misunderstand, sir. Misunderstand? Yes, officer. So many misunderstandings on the way.
Are they not enough? Officer, it's for safety's sake, for fear there are communist spies around. I am Cheng Tang. Colonel Hong Xuer, Officer Chen. Your living place has been arranged. 16 shopping park 中街. Canon Hong, from now on, can we talk in Chinese? To avoid causing unnecessary troubles. 호자인, 호자인. Qandaq, bu Chingtangga bir ishonsak necha qadam bo'g'dakmi? sinaqdan keyin meningcha boshqa masala yo'q. Hayma, shundaqmi? Bu taraf ishonchlik. Shodo, sen-chi? ishonchliga ishonchlik, biroq bek razilkan. Qo'l chiqarsalar bir qancha odamning beshiga chiqadi ekan. Mush qitimliq sinoqlar nurg'ulg'an birodarlarimdan Birodar. ayrilib qoldim. Bu sana bek arzon to'xtabdi. Mening zinem buningda mucho bo'ldi. Bo'ldi. Bir necha odamimizni ayrilib qilish hech qancha ish emas. Muhimi uning salohiyatini muqimlashtirish. Qobiliyati-chu, uning qobiliyati qanaqroqkan? Mo'idora boshlig'i xiti degandakmikan? Amaliyot ko'rsangiz uningda o'ta. Shunchalik qoltismikan? Nima desam bo'la? Ig'ir besiq bir parcha muzg'a. Meningcha uni qo'rqinchli degan so'z bilan suratlab berishkimi bo'ladi? Qo'rqinchli. Bekmi qo'rqinchli. Faqat Chingtangla emas. Uning yendagi sardoshlarimmi hammasi usti marganlar ekan. Qaraganda Chingtangga bergan bahoyinglar bak yuqori bo'lib ketgandek turdi. Xo'jayin, bir gapni desam bo'ladimi? Ayta. Sizning qo'l ostingizda unda qobiliyatli odam yo'q. Bu Chingtang sizlar degandek shunchalik qobiliyatlikmikan? Mening uning bilan hozirlik ko'rishkim kelyotidi. Eng nadir, eng yangi, süzüklük yuqur bo'lgan filmlar salkin süzük film munbirda. Tor bekat adresimiz www.chekit.com. Birinci numar, xo'jayin keldi. Hozir mehmonxonada. O'ylag'animdan tez gapdi. Yura, qarab baqayli. Xo'jayin, bu yoq davlat maxfiyatlik saqlash idorasi Go'yangda turishli qo'shinning mayor generali Chingtang bo'ladi. Chin qo'mondan, bu yoq Jintongning g'arbi janob Yushirin rahbar tarbiyalash boshqarmasining boshlig'i bizning xo'jayinimiz bo'ladi.